Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz yurakda quvvatsizligi va uni davolash usullari haqida bo'ladi. Yurak quvvatsizligini asosiy bemor his qiladigan 4 ta belgisi bor. Ulardan birinchisi hansirash. Bemor ozgina jismoniy harakat qilganda hansirab entikib qoladi. Ikkinchi belgisi yurakni tez urib ketishi. Bemor 30-40 metr yurganda yuragi dukullab tomog'iga tiqilib qoladi. Uchinchi belgisi oyoqda shishlar. Ya'ni asosan tizzani pastida barmoq bilan bosib ko'rilganda izi qoladigan darajada shish bo'ladi. Kechki paytga borib ko'payadi, erta bilan biroz kamayishi mumkin. Va oxirgi belgisi kechasi soat 1 bilan 4 orasida bemor hojatga siygani chiqishga majbur bo'ladi. 2-3 marta kamida siygani chiqadi. Asosan shu 4 ta belgi yurakda quvvatsizligi, ya'ni yurak yetishmovchiligining belgisi hisoblanadi. Yurak quvvatsizligini davolashda asosiy prinsipi quvvatsizlikka sabab bo'luvchi omillarni bartaraf qilishimiz kerak. Ulardan eng birinchi va eng ko'p uchraydigani qon bosimini baland yurishi. Tasavvur qilaylik, yurak shunaqa shaklda bo'ladi. Ya'ni qon tomiriga doimiy ravishda qonni otib berib turadi. Agar qon bosimi 160-170 bo'ladigan bo'lsa, unda xulosa qilishimiz mumkinki, tomirda ichi torayib ketgan. Ya'ni qon tomirlar tor. Bu vaqtda yurak ortiqcha zo'riqish bilan ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni tor tomirda ichiga qonni haydashga majbur bo'ladi. Mana shu holatda uzoq vaqt ishlashi natijasida yurak quvvatsizlanib boradi. Bu holatda davleniya bilan masalan 5-6 yilgacha bemor o'zi sezmasligi mumkin yurak quvvatsizligini. Chunki bu vaqtda yurakni devori asta-sekin qalinlashib boradi. 6-7 yildan keyin agar qon bosimini tushirilmaydigan bo'lsa, unda yurak devori qaytib yupqalashadi-da, ichki bo'shlig'i kengayib ketadi. Ana o'sha vaqtdan boshlab bemorda hansirash, entikish, oyoqlarda shishish kabi quvvatsizlik belgilari kuzatilishni boshlaydi. Ikkinchi omil qonni qo'yiqligi. Odam 50-55 yoshdan oshgandan keyin qoni qo'yiqlashga moyil bo'lib qoladi. Chunki harakatning kamligi, xolesterinning ko'pligi hisobiga qon qo'yiq yuradi. Shuning uchun qo'yiq qonni harakatga keltirish uchun yurak oshiqcha ishlaydi. Ortiqcha zo'riqish bilan ishlaydi va yurak quvvatsizligiga sabab bo'ladi. Undan keyingisi tanadagi umumiy qon hajmini ortib ketishi, umumiy suyuqlik hajmini. Masalan, ko'p tuz iste'mol qilish, ko'p suyuqlik ichish natijasida organizmda umumiy suyuqlik miqdori oshib ketadi va yurak ortiqcha ishlashga majbur bo'ladi. Bemorda masalan oyoqlarda shish kuzatiladi ko'pincha bu holatda ham. Undan keyingisi ortiqcha vazn. 90 kilogacha bo'lgan odamda yurak xotirjam o'zini holatida ishlashi mumkin. Endi 100-120 kilodan oshgan odamda yurak ortiqcha ob'yomda qon bilan ta'minlash uchun zo'riqib ishlaydi. Masalan, semiz odamlarni ko'radigan bo'lsak, doim hansirash, entikish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Endi tasavvur qilaylik, bir odam ot aravada otni boshqarib ketyapti, aravaga 20 qop sement yuklab olgan. Ot ma'lum darajaga yurib charchaydi. U charchaganda unga qancha qamchi ursangiz ham ot yaxshi yura olmaydi baribir. Chunki u charchab qoladi. Otni yaxshi yurgizish uchun bu sementni 10 qopini olib tashlash kerak, hech yo'q. O'shanda otga qamchilamasangiz ham o'zini holatida quvvat bilan ketaveradi. Yurak ham xuddi shunaqa. Agar uni ustida shuncha yuklama tursa, davleniya baland bo'lsa, qon qo'yiq bo'lsa, ortiqcha ves bo'ladigan bo'lsa, yurak doim yuklamada yurgan vaqtda unga quvvat ukol qilsangiz, xuddi yurakka qamchi urgandek bo'lasiz. Ya'ni o'zi qiynalib turgan yurakni yana ham ishlashga majbur qilinadi. Bu noto'g'ri usul hisoblanadi. Yuklamalar olinsa, yurak o'z-o'zidan quvvatga kiradi. Endi shu o'rinda bitta ko'p uchraydigan savolga javob berib ketmoqchiman. Ya'ni yurakni quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirsa bo'ladimi deb savol berishadi bemorlar. Albatta bo'ladi. Men o'zim Doktor Ishchanovning kanalini ko'p kuzatib boraman. Yaqinda bir videoda ko'rib qoldim. Doktor Ishchanov aytayaptiki, 100 gram molni yuragini qaynatilgan holatda har kuni yeb yurish yurakni quvvatini oshiradi deyapti. Shundan keyin molni yuragini tarkibini o'qisam, molni yuragining tarkibida 100 gramida 150 mg levokarnitin moddasi bor ekan. Levokarnitin moddasi aptekada juda ko'p sotiladi. Aynan shu tarkib bilan ukollar juda ko'p. Ular asosan yurakni quvvatlash uchun qilinadi, rivojlanmagan bolalar rivojlantirish uchun, nevrologik kasalliklarda qilinadigan modda hisoblanadi. Aynan 100 gram molni yuragini tarkibida 150 mg shu moddadan bor ekan. Undan tashqari 5 gram kreatin bor ekan. Kreatin bu muskulga yuqori energiya beruvchi mahsulot hisoblanadi. Buni asosan tosh ko'taradigan sportchilar ichadi. Ular ham 5 gram ichadi. Bitta musobaqadan oldin 5 gram parashogini eritib, o'shani ichadi va bu mashg'ulot davomida yaxshigina energiya beradi sportchiga. Aynan shu moddalar molni yuragining tarkibida 100 gramida shuncha miqdorda bor ekan. Buni albatta molni yuragini yeb yurish odam yuragini quvvatlantirishiga albatta foydasi bor ekan.